Aldığımız tızıpkan meyveni ködağılma. Bakkalxana açık aşağıya dep kalmanglar. Ma limon. Bunu 5 yaşlık baldan sorsak mı limon deydi. Kapır mı limon deydi. Ama biz Müslüman bunu limon deyişlen birge bunun başka bir narsa ekanligini bilishimiz kerak. Kufurluq bir xil kasallik bu. Bu kasallikning shifasi bo'lsa, hidayat, iymon. Özümüzün xavri yo'q, jigirimiz xizmatini davom qilyotadi ekan. Özümüzün xavri yo'q, börekimiz zahar tazlayotadi ekan. Özümüzün xavri yo'q, o'pkimiz oksigenlarni sömürib, shundaq badanimizning sog'lom turishi uchun harakat qilyotadi ekan. Biz qanday qilishimiz kerak? Birinchi qilib qildigan ishimiz Allah subhanahu wa ta'ala bu sorunimizni o'zi rozi bo'lgan, shundaqla biz ko'zlagan shaklda iymonimizni ziyoda qilish nasib qilsin Allah subhanahu wa ta'ala. Xabarimizda bo'lgandek, biz haftalik suhbatlarimizda Allohninki 99 ismlaridan birini o'rganish orqali Allohni texmi cho'nqur tunish, bu orqali Allohni texmi cho'nqur yaxshi ko'rish, bu orqali Alloh taologa texmi yaxshi qo'lchilik qilish va ibodat qilish maqsadida Allohning ismlari bilan tunishyapmiz. Biz bugungi darsimizda Alloh taoloninki bizning üstümüzdə təsir nəhayət köp bolğan. Əgər Allah'ın o isminin təsiri bizning üstümüzdən və ya ki kainatdakı şu isminin təsiri banəsilərdən o ismi azraqlı kütürülsə, o isminin təsiri kütürülsə, insan sağlam turanmaydigan ana şundaq bir ismini öyrənimiz. O bo'lsa qaysi? Allah subhanahu va taoloninki Ash-Shafi degan ismi. Biz ishongan Allah, biz namozga qo'yadigan Alloh taolo mutlaq shifolik berguchi. Alloh taolo qanday shifolik beradi? Inson kasal bo'lib qoladi-ku, ba'zi odamlar kasal tug'iladi-ku. Allohning Shafi, shifolik berguchi degan bu ismini neden ko'ralaymiz? Amaliyotda biz azroq o'ylansak, Alloh taolo Qur'on Karim degandek iqro o'qu degan buyrug'iga asosan aqlimizdan azroqlam o'qisak, Allohning bu Shafi, shifolik berguchi degan ismini o'zimizning badanda, mush oldimiz qo'yib qo'ygan bütün mevcularda, yemekliklerde her yerde ko'ralaymiz. İnsan ko'zi bilan bir narsalarni ko'radi, ammo aqli bilan ko'zi ko'ranmagan ba'zi narsalarni ko'radi. Shundaqla inson ko'zni ko'rganga emas, aslida aqlni ko'rganga, aqlni his qilganga texim bekrak ishinadi. Masalan deyli, dengiz bo'yiga suv tushkili bordik. Suv tushayli deb kimimiz esa tayyor olsak, suvga kirib ketgan bir yılanning izini ko'rdik. Va yoki bir ko'lning qashig'iga bordik, ko'l kirib ketgan bir timsoqning izini ko'rdik. Ama timsaqni ko'rmadik, yılanni ko'rmadik. Shu suvga tushamidik, dengizga kiramdik, kirmaymiz. Biz yılanni ko'rdikmi? Ko'rmadik. Timsaqni ko'rdikmi? Ko'rmadik. Nima uchun kirmaymiz? Timsaqning izini ko'rdik. Timsaqning izini ko'rmasakmi, aqlimiz timsaqni ko'rdi. Iz bo'lgan ekan, chuqur timsaq bo'ladi deb bunga biz aqliy jihatda hukm qila olamiz. Allohni biz ko'rmaymiz deymiz-ku. To'g'ri, biz Allohni ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. Ammo aqlimiz bilan Allohni har yerda ko'ra olamiz. Agar biz Alloh taolo degandek iqro degan buyrug'iga ishonsaklar, agar biz ko'zimizni ko'rablan to'xtab qalsak, ko'zimizni ko'rganning indiki, ya'ni aql bilan ko'rmasak, bizning hayvondan hech qanday farqimiz qolmaydi. Ko'zimiz hayvondan bor, quloq hayvondan bor. Bir farqini va desa, inson ko'zi bilan ko'rgan bilan cheklanmay, uning ing'imi o'tadi. Masalan, deylik, bayatning o'xshash bir timsoqningki izini ko'rsa, u ko'lga tushmaydi. Uning aqlida timsoq bor deydi. Ammo bir hayvonchi qo'ydan birisi ko'lning qashig'iga kelsa, timsoqning izini ko'rsimi qanday qiladi? Ko'lga tushaveradi. Chunki u ko'zi bilan timsoqni ko'rmadi. Dal shunga o'xshash bir insonmi faqat ko'zi bilan ko'rgangina qanoat qilib, aqli bilan ko'rganga qanoat qilmasa, ya ko'rmadim deb turib olsa, uning hayvondan bir farqi qolmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va laqad zara'na li jahannama kaseeran minal jinni wal ins." Biz jahannam uchun bir bo'lik kishilarni, ya'ni insonlarni yaratdik deydi. İnsanlar ichidan jahannam kiradigan bir bo'lik kofirlar bor deydi. Bular kimlar desa, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ularning qalbi bor, ammo ular tushunmaydi. Ya'ni aqlni ishlatmaydi. Va lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ularning ko'zi bor, lekin ko'rmaydi deydi. Va lahum adanun la yasma'una biha. Ularning quloqi bor, anglamaydi. Demak, biz buni xuddi ko'rgan narsaga ham ishlatib, ko'zi bilan ko'rmagan, aqlimiz his qilgan narsani o'tkazilmasa, bu vaqtda bizning o'rnimiz kimning o'rniga tushadi bilamizlar? Ulaika kal an'am deydi Alloh taolo. Ular ana shu charpay hayvonlarga o'xshaydi deydi. Chunki hayvon ko'zi bilan ko'rganga ishonadi, ammo ko'zi bilan ko'rmagandan o'tmaydi. Ammo bir inson ko'zi bilan ko'rgandan boshqa, ko'zi ko'rmasimi, aqli his qilgan narsaga ishonadi, unga iymon etadi. Biz dal shunga o'xshagan Alloh taolaning kainatda nurg'ulg'an ishoratlarini, belgilarini ko'ralaymiz. Ko'zimiz Allohni ko'rmasimi, o'sha ishorat qarab, xuddi timsoqning iziga qarab, ko'lda timsoq bor ekan deganga ishonganga o'xshash, uningdan nechchasi ko'p shaklda Allohning izlari, Allohningki asarlari, Allohningki tajallilari har yerda bor. Shuning uchun Alloh taolo tunji buyruqni nima uchun tushirgan bilamizlar? Iqro degan buyruqni tushirgan. Iqro degan o'qu degan gap. Bu kitob o'qu, uni o'qu deyishdan ilgari bu o'qu degan gap nima degan gap desanglar? O'qu degan aqlingni ishlat. Ya'ni ko'zing ko'rgan bilan to'xtab qolmay, ko'zing ko'rganning ingi o't. Aqling bilan o'qu degan gap. Aqling bilan o'qisang har yerda
Allah Taala'nı göreleyse deydi. Allah Taala Kur'an kendi bunu tehmi tefsili bayan kılıp deydi olsanlar. Ve fil ardi ayatul lil muqinin. Ziminde Allah'a işinidigan, Çin itiqat kıldıganlar üçün izlaba, işaretlaba deydi. Qanday işaretlaba? Allah'ın barlığını gösterdigan, Allah'ın kümçülüğünü gösterdigan, Allah'ın şifalık bergüç ekanligini gösterdigan, Allah'ın büyük işkenligini gösterdigan, Allah'ın rehimlik ekanligini gösterdigan. Yani muşundaq işaretlaba deydi ziminde. Ve fi anfusikum ve üzənlardıma şundaq işaretlaba. Afala tubsirun. Onu sizler köymemsizler. Xuddi hayvanga o'xshash küzənlan, kögünlan to'xtablam, uningga o'tmamsizlar. Uning keyindagi hikmetni, Allah'ını köymemsizlar deyotdi. Demak, Allah'ını kömüdük degan gap bek oddiy gap bu. Chunki ko'z bilan kömüdük degan gap, ko'z bilan ko'sa hayvon. Voy, barkan deydi, ko'z bilan kömese yo'qkan deydi. Ammo insonchi ko'z bilan ko'sa emas, ko'z bilan kömegen narsani aql bilan bilalaydi. Masalan, ba'zan ular bizning choyimiz qarab turib, achchig'i kip turib tabassum qilalaydi. Bizning ko'zimiz nimani ko'radi? Aning chiroydagi tabassumni ko'radi. Ammo aqlimiz-chi achchig'ini ko'radi. Ma achchig kelsimi tabassum qildi juma deymiz. Shundaq-ku. Dal shunga o'xshash hayvondan farqlantirdig'ini insonni uning ko'z bilan ko'rgani emas, ko'z bilan ko'rgandan boshqa aql bilan ko'rgani. Ham bu texmi kuchli. Alloh taolo o'zini g'aybga oldi, perdening keyniga oldi Alloh taolo. Ammo u perdening sirtida, o'zimizda, ziminda Allohni ko'rsatgan, Allohning rahimdil ekanligini ko'rsatgan yuzlarcha, millionlarcha ishoratlarning hammani qo'ydi. Agar biz iqro degan buyruqqa asosan ozroq o'qisak, ozroq ko'rganimizni keyinda tafakkur qilsak, Allohning har bir sifatini ko'ra olamiz. Shundaqla Alloh taolo yuqorqi oyatning davomida xuddi biz hayvonga o'xshash ko'rganimiz bilan ishinib, u ko'rgan izlardan Allohni ko'rmasak, ularga kal an'am, ular hayvonga o'xshash deb qo'ygandan keyin balhum adal, ular hayvondan azg'un dedi. Nima uchun hayvondan azg'un? Chunki hayvonning ko'z bilan ko'rganga ishinib, ko'z bilan ko'rmagan xatarni ko'rmasligi hayvonga nisbatan normal u. Chunki unda aql yo'q. Ammo insonga nisbatan normal emas u. Chunki insonda aql bor. Aql bo'lgan ekan, u ishlatish kerak. Hayvon bilan o'xshash o'rinda aqlni ishlatmasa, bu vaqtda bu hayvonda aql bo'lmaganligi uchun, insonda aql bo'lganligi uchun, ammo o'xshash qarashda, o'xshash shaklda bo'lganligi uchun bu daraja jihatda hayvondan uchib ketdi. Ya'ni ular azg'unlar dedi. Demak, biz Allohni ko'ra olamiz. Allohni har yerda ko'ra olamiz. Qachon azroq aqlimizni ishlatsak. Inson o'sha Allohni ko'rash masalasida, iymon masalasida aqliga ishongolmaydi. Ya'ni aqli bilan ko'rgan narsani ko'rgolmaydi. Ammo boshqa foyda ziyondichu yomon ko'radi. Masalan, bu yerda tokva tutmang, va yoki bu yer xatarlik mangmang desa, hech qaysini mangmaymiz. Shundaqmi? Bu xatarni ko'rdinglarmi? Tokni ko'rdinglarmi? Nimishqa aqlimiz bor. Ko'rmasakmi, tok bakan deyamiz. Dal shunga o'xshash biz ko'zimizdan ko'rgan narsani tafakkur qilsak, izdansak, Allohni har yerda ko'ra olamiz. Xo'sh, undaqda Allohningki biz o'rganmoqchi bo'lgan Shofi degan ismining ta'sirini qayerda ko'ra olamiz? Alloh taolo bizga shifolik berguvchi, davomli shifolik berguvchi dedi. Birinchidan, Alloh subhanahu va taolo bizning jismimizga shifolik berguvchi. Ismimiz bo'lsin, ma jismimiz nurg'ulg'an ilminatlarga ehtiyojli, nurg'ulg'an vitaminlarga, turli moddalarga ehtiyojli. Bu shu vitamin inson badanidagi sirtdan to'liqlamasak, badan o'zi ishlab chiqarmaydi vitaminni. Ya'ni vitamin kamligi tufayli u kasal bo'libdi, bu kasal bo'lib deb anglabdinglar. Demak, insonning badani vitaminga ehtiyojli. Davomli bir vitamin beradigan birisiga muhtoj. Unda bo'lsa, Alloh taolo bizdagi bu vitamin kamligini, har xil ilminatlarning kamligini qandoq to'liqladi, qandoq o'zining Shofi ismini namoyon qildi Alloh subhanahu va taolo. Biz oldi bilan hamma odam shifolik deydigan, uning shifolik ekanligida hech kim ixtilof qilmaydigan bir narsa haqida ozroq tafakkur qilib boqaylik. U bo'lsa qaysi? Asal. Xo'sh, unda bo'lsa, asalning tarkibida nima bor? Asalning tarkibida birinchidan inson badaniga ehtiyojli bo'lgan mol karbon suv birikmasi bor. Undan boshqa vitamin B2 bor, vitamin B3 bor, vitamin B9 bor. Undan boshqa insonning badaniga eng ehtiyojli bo'lgan shikar bor, undan boshqa oqsil bor. Bu narsaning hammasi dal bizning badanimizga ehtiyojli narsalar. Undan boshqa asal yalliq qaytaradi, immunitet kuchini o'stiradi. Shundaqla kuyakka, jarohatning ustiga suvsak, nihoyat tez saqaydi. Xuddi bir siyosat akib bergan doridak. Endi biz oldimizga asal keldi deb yeyvermay, to'xta. Bu asalda mana shundaq bizning badanimizga ehtiyojli bo'lgan nurg'ulg'an ilminatlar bor ekan, vitamin bor ekan, oqsil bor ekan, shikar bor ekan. Kim keldi bu asalni bizga? Ozroqlam tafakkur qilsak, Allohni ko'ramiz. Ashuni keyindilam. Qarab boqaylik, kim kelibdi asalni bizga? Asal harisi. Ko'zimiz nimani ko'rdi? Asal harisini ko'rdi. Endi ko'zimiz asal harisini ko'rdi deb asalni haridin deb qarasak, to'g'rimi, uyg'unmi o'ylab boqinglar. Agar asalni asal harisidan qaradi deb qarasak, birinchidan asal harisi bizning badanimizni bilish kerak. Ya'ni vitaminlarni bilish kerak, oqsillarni bilish kerak, bizning badanimizning nima ehtiyoj ekanligini bilish kerak. Ikkinchidan, asal harisi bizga kuyunadigan, bizga amroq, bizga shafqatli bo'lish kerak. Uchinchidan, ana shundaq vitaminlarni oriyalaydigan ilm, aql bo'lish kerak. Birinchisidan kelaylik, asal harisi bizning badanimizga nimaning ehtiyoj ekanligini bilamdi. Uningda ilm bormi, aql bormi? Uyanglarga yoki mashinaning ichiga asal harisi kirib qilib shundaq. Derazini da echib o'tib, har hay desak, bir tamg'ilam usudi. Bir tal asal harisi kirib olsam ana ichiga. Derazini echib qo'llasak hamma bilan uchuq deraza tursa, uchuq derazini chiqatmay asalarsi tamlig'i net chiqatim usib, eng oxirida test chiqdi. Aqli bormi asalarsinki?
yo'q ekan. Endi hasal harisi ana shundoq bizning badanimizga ehtiyojli bo'lgan oqsillarni, shakarlarni, vitaminlarni gullarning ustidan yig'ib akab beradigan hasal harisi bizga amroqmi, bizga kuyimchanmi? Agar amroq bo'lsa hasal harisi bir qo'yningizga sapaqinglar nima shu ekan? Demak, hasal harisi bizga amroq emas ekan. Endi ozroq aqlimizni ishlatib boqaylikmi? Hasal harisi birmiti bizga hasalni? Yo'q. Hasal harisi bir pochtikashning o'rni ekan. O bir vosita ekan. Demak, bu hasal harisini bizga hasalni yugizgan bir zot bor ekanki, o zot bizning badanimizga nimaning ehtiyoji ekanligini biladi ekan. O zot bizga kuyimchan ekan. O zot hasal harisiga vahiy qilish orqali, ilhom qilish orqali, shuning orqali bizga yetkazib beribdi deb hasal harisining keyindagi zotni agar aqlimiz ishlatsak ko'ralaymiz. Alloh taolo yana elishtirib qolmasin ma bandalarim deb, ma shifoliq tatliq hasalni zaharlik herdan chiqarib beradi. Dal aksicha, hargiz hasal harisini sanab salmasin ma bandam. Dal aksicha, bosaq chaqadigan, uning zahar olgandan tatliq shifoliq hasal harisi chiqib beradi. Ey bandam, shifoliq hasal ma zaharlik herdan emas. Buningdan hargiz sanama degan bir ma'no chiqadi ma'nodan. Endi bunda hasal kelsa ma hasal ekan demay, subhanalloh, ma hasal harisiga ma pochtikash, Allohning ma rahmatini bizga akabdi degan ma tuyg'u bilan yesak, ondan keyin biz Allohning Shofi ismidan azroq bir narsa o'rgangan bo'lamiz. Demak, hasal harisidan emas ekan. O bir aqlsiz, uningda ilmi yo'q. O bizning badanimizga nimaning ehtiyoji ekanligini bilmaydi. Unda bo'lsa, u hasal bizga bizning badanimizni biladigan bo'lish uchun bizni yaratgan bo'lish kerak. Shundaqla qudratga, kuchga, ilmga yo'g'an bir zot tarafidan avatilibdi. Subhanalloh deb bunga iymon etmay turmaymiz. Azroq aqlimizni ishlatsak. Alloh taolo mushu haqda Qur'on Karimda bizning tafakkur qilishimiz uchun nayt ochiq qilib mundaq oyatni nozil qilgana diqqat. Summa kuli min kulli thamarat fasluki subula robbiki zulula yakhruju min butuniha sharab muxtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Ondan keyin turlik mevalar, ya'ni gul chichaklardan yegin deb Alloh taolo ilhom qildi hasal harisiga. Parvardigorining yo'liga itoatmanlik bilan kirgin. Hasal harisining qornidan kishilarga shifoliq bo'ladigan xilma-xil hasalni chiqaradi. Kim chiqaradi ekan? Alloh chiqaradi ekan. Inna fi zalika laaya liqawmin yatafakkarun. Ma hasal harisda, hasalda tafakkur qiladigan bir millat uchun bir oyat belgi bor deydi. İzva. Biz xuddi timsoqning izini ko'rapligini suv ichmaymiz-ku, timsoq bor ekan deb. Timsoqni baliq ishimizku. Shuning o'xshagan ma hasalning o'zida bir ishorat, bir belgi bor. Kimni ko'rsatadigan? Shofi, shifoliq bergichi bo'lgan bir Allohni ko'rsatadigan, rahimdil bo'lgan bir Allohni ko'rsatadigan bir belgi bor. Kim uchun? Tafakkur qilgan qavm uchun. Agar biz tafakkur qilmay, voy hasal taqlakan deb yavasak, bu vaqtda bizning o'rnimiz ana shu ulaika kal an'am. Hayvonga o'xshash bo'ladi. Chunki hayvonmi yeydi, tafakkur qilmaydi. Ammo biz bunda yemeklikni kim ekeldi mani? Siz 1 kilo hasalni 500 liraga olsanglar, pulisini berdik deb o'ylamsizlar? Sizlar pulisini bermedinglar. Sizlar faqat tushgan haqqini pulisini berdinglar. Bir odam hasalni boqamda jafo tortdi-ya, shuning haqqini berdik. Hasalning pulisini bermedik biz. Hasalning pulisi nima? Yeyishdan ilgari subhanalloh, ey Alloh. Mana bu shundaq badanimiz ehtiyojli bo'lgan, oqsillar bo'lgan, vitamin B2 bo'lgan, vitamin B3 bo'lgan, vitamin B6 bo'lgan, mushundaq bir isl yemeklikni bizga akab beribsa deb subhanalloh deyish buning birinchi haqqi. Ikkinchisi bo'lsa, uniga vaqtda zikr qilish. Uchinchi haqqi bo'lsa yap bo'lgan ekan, alhamdulillah, sana hamdulillah bo'lsin ey Alloh taolo deb hasalni ko'rganda Allohni ko'ralsak, Allohning rahimdilligini ko'ralsak, ondan keyin biz hasalninki haqqini bergan bo'lamiz. Biz taxas say bir hasal haqqida to'xtaldik. Yana bir narsa to'xtalib boqalimi? Biz ko'p yeydigan, ko'p ichadigan. Nima to'xtalamiz? Hozir ko'pinchimiz ishimiz sut. Shundaqmi? Sut inson badaniga nihoyatda shifoliq endi. Bunda hech kim ixtilof qilmaydi. Sutning badanda bizning badanimizga ehtiyojli bo'lgan nurg'unlagan mineral moddalar, vitaminlar bor. Masalan, vitamin B12 bor, vitamin D bor, vitamin A bor. Vitamin D nimaga foyda qildi? So'ng kasalliklarga foyda qildi. Vitamin A ko'zga foyda qildi. Undan boshqa kaliy va sutning tarkibida. Kaliy nimaga foyda qildi? Qon tomirini kengaytirdi. Undan boshqa kalsiy va kalsiy nimaga foyda qildi? Rakka qarshi turadi, badanning sog'lom o'sishiga foydali. Undan boshqa fosfor va fosforchi tishning melikini ching'atadi, tishni ching'atadi. Undan boshqa silin va silin rakka qarshi turadigan unumga ega. Magniy va magniy deganini bilamsizlar? Magniy degan mingida xushallik ishlab chiqaradigan bir hujayra va serotonin deydigan. Mushu serotonin triptofan deydigan mushu modda bor narsalardan jolinib chiqadi. Dal sutning tarkibida triptofan deydigan bu modda bor. Mana mushu modda badanga kirgandan keyin odamning badanida mingista serotonin deydigan mushu xushallik hujayrasi ishlanishga boshlaydi. Ondan keyin odamning ko'ngli xush bo'ladigan gap. Sutning tarkibidagi ichidagi sanoqliq mushu tibbiy kitoblardan az bir qismini oldim men hozir. Bundan boshqa nurg'un foydasi bor. Qarab boqadigan bo'lsak, bu sutning tarkibida hammasi naq bizning ehtiyojli ta'minlarimiz. Xo'sh, sut nereden keldi? Kalidan. Kali bizga kuyimchanmi? Kali bizning badanimizga ana shunday moddalarning ehtiyojli ekanligini bilamdi kala. Kali yegan narsada shu moddalar bormi? Va yoki kalining ichida ana shunday bir zavod bormi sut ishlaydigan? Qarab boqadigan bo'lsak, kali aqlsiz, kali ilmsiz, kalida hech unda bir qudrat yo'q. Yana bu sut qarg'a vaqtimizdami? Subhanalloh. Ey Alloh, sen pak tursan ey Alloh. Bu sutni ma aqlsiz
kaladan çıkmadı. Sen bunu bir perde kıldın bizim gözümüzge. Ma süt senin balıkının bir izi. Senin köşediğin bir ayet. Biz müslüköge bakta kala emes. Kaladı sen evetken bir elçi. Xuddi senin hediyanı, soğutun tuşuğan bir vasıtçıga okşaydı. Sen bizim bedenimizge nimenin kerek ekenligini bilse. Şoňa bizge bunu evetdin dep subhanallah diýelsek, andan kin biz ma küzümizden kögen sütten aklımız bilen Allah'nınki şafi, şifalyk bägüçe digen ma ismini küreýärleýmiz. Allah Taala bu hakda Kur'an-ı Kerimde diýdi: "Ve inne lekum fil en'ami le'ibra." Ey insanlar, ma çarwlarda, hoykallarda sizler üçün ibret bar. Kanda ibret var? Nusqikum mimma fi butunihi min beyni ferthi ve demil lebanan halisen sa'igan liş-şaribin. Ulanın karnındaki mayak tizektin ve kandan ayrılıp çıkan pakiz ve temlik sütülen suğurumuz sizlerine deydi. Biz ne temlik pakiz sütülen suğağını kala emez, kaldı onda ilim yok. Mesela deyle süt desek, onun içinde bayız bir sanap ötken aksıllarının bağ işkelliği, bedenimiz ihtiyacı koygan mayının bağ işkelliğini biz tekrar 100 yıldan kin bildik. 5-600 yılın adıdan bağ aşı vitaminler. 1000 yıldan ilgili bağ aşı vitaminler. Vitaminin nemeligini okumaydığı vaktimizden bağ aşı vitaminler. Şu vaktin tatip bizge kala Allah'nınki bir vasıtısı süptide üstünü bizge yetkizip kiliklik. Demek süt kalıdın emez. O Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizge evetken bir hediyesi şundakla sütte Allah Ta'ala'nın bir şafi ismini biz naiti uçuk küreleyimiz. Ondan başka Allah Ta'ala yukarı ayette وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ deydi. Ma zeminde Allah'ını köğüstüğün aşına koşaş nur gulgan izlaba deydi. Ma aldığımızda tızıp koyan mevini ködanlama. Ma bakkalkını açık aşağıya deyip kalmanla. Ma limon. Bunu 5 yaş baldın sosak mı limon deydi. Kapır mı limon deydi. Ama biz Müslüman bunu limon deyişilen birge bunun başka bir nesli hikayelkini bilişimiz gerek. Bu limonda vitamin C var. Bu çimizin milikini çıngıtıdı. Zukamның aldını alıdı. Mikrop öldürüdü. Demek bunun da ana şundak şifalık maddeler var. Endi qarap bakale bu limon nereden çıkıdı? Bir oylap bakale. Bir yağaçtan çıkıdı. Yağaçta vitamin barmı? Yağaçta marrang barmı? Yağaçta ma tem barmı? Oylap bakale yağaçtan qanday çıkıdı bu? Tekşürüp el kılanma islamani. Aklımızı işletmesek tekşürüp mu bunun içindeki vitaminlerin nereden kildiğanlığı, renginin nereden kildiğanlığı, onun içindeki ilminatlarının nereden kildiğanlığını hiç kılıp uqanmaysizlar. Fakat bu muyda limon bo'lgandan keyin andan keyin biz tekşürüp bunun içinde vitamin C ekan, kislota var ekan, kaliy var ekan, tümür var ekan deb mana bu shundaq har xil moddalarning bor ekanligini tunib yetalaymiz. Endi bir jonsiz, aqlsiz yog'och buni bizga beramda. Jonsiz, aqlsiz yog'och bizning bedanimizga o'sha ehtiyojli narsani beramda. Asla bermaydi bu. Asla va asla. Xo'sh, bu mutlaq bu yog'ochdan emas. Alloh subhanahu va taolaning yog'ochni vasf qilgan holda bizga avatgan bir hadiyasi, bizga avatgan bir doğrusu bu. Masalan, alma desek, bu alma yurakning shifasi. Simizlab ketishning oldini oladi. Qanit var, tümür var, fosfor var. Nurg'ulg'an moddalar var bizning ehtiyojlar. Tatliq deb yeysizlar buni. Allah sizga ana shunday tatliq bildiradi. Tatliq qilmagan bo'lsa yemaytinglar. Buni yemesanglar saq turolmaymiz. Biz kasal bo'lib qolamiz. Bizning bu shundaq saq yashashimiz, Allohga ibodat qilishimiz, ma hayotda sog'lom turmush kechirishimiz uchun bir dora bu. Ondan boshqa bütün mevalarni o'ylab baqili, ma maymun shaptil desakmi, diabet kasalligiga qarshi turadi bu. Qon bosimini tushiradi. Ondan boshqa vitamin C intayin mol. O'sha tishmiligimiz qanisa, bo'shab qolgan bo'lsa, yeb qo'ysak tishmiligimizni chingitadi bu. Hatto ma tilimizninki, ma qalbimizning ichiga ichitigan bir narsa chiqib qoldi shundaqo. Shu vaqtda chidab ashyaga yemlab yuvasa foyda qildi bu. O'ylab baqila, meva emaskan bu. Bu bir dora bu. Dora. Masalan, mavju, chilan. Buni tibbiy saat deb atildi ekan desanglar, vitamin kumulachi deb atildi ekan. Qon quyalishib ketgan, undan boshqa nurg'ulg'an kasalliklarga shifa. Demak, bu bir dora. Dorixondagi dorani sizlar zavodlar ishlatgan chaqva yoki yo'q yerni sotgan chaqva deb qolmanglar. Dorixondagi dori olsun, tibobat dori olsun, mana shundaq meva olsun, üzümlik olsun, oshining ichidagi moddaning hammani yig'ib, masalan, bir almaning ichida bor moddalar bizning badanimizga to'lib ketgan bo'lsa, olmayib to'liqlab bo'lmaydi buni. Qanday qiladi? Necha ming yoki necha yuz almaning ichidagi moddani yig'ib bir dori qiladi, yeymiz, an foyda qildi. Dorining kirish manbasi mana, yana shu Allohning tushirib bergan dori. Mana bu vitamin kumulachi. Undan boshqa banan deymiz. Banan oshqozonni foydali, o'shaning lo'mildishini yaxshilatadi. Undan boshqa bananda dal triptofan deydigan modda bor. Ya'ni shu serotonin hujayrasini jonlantiradigan. Shu 2 tal banan yeb qo'ysa, kayfiyat yaxshilanib qoldi deydi. Kayfiyatni yaxshilashda nihoyatda bir yaxshi vosita deydi. Undan boshqa apelsin deymiz. Apelsin suyi bir stakan suyi qahva ichgani yaxshi deydi. Apelsin harduqni chiqaradi deydi. Hammasi doktorlik kitoblarida olgan gaplar ma. O'ylab baqila, ko'z oldimizda mushunda dorilar tursa, qarasak bu dorilar ya bir zavoddan chiqarmasa, hammasini shox, jansiz shoxlardan chiqarsa, mana mushunda sanoqsiz bizni shifoliq yemekliklar bilan, mevalar bilan, ko'ktatlarni sanamadik biz. Mushunda ko'ktatlar bilan ta'minlaganligi, endi shaksiz bir bizni biladigan, bizga amroq, bizga kuyunadigan, bizga shifoliq biladigan bir zotning bor ekanligini ko'rsatmamdi. Agar aqlimizni ozroqlam ishlatsak, ochiq ko'radi. Nima uchun ko'p hollarda ko'rmaymiz bilamsizlar? Allohning bizga qilgan yaxshiligi pek ko'p
bo'lgandan keyin ko'rolmaymiz. Bir odamga bek yaxshilik qilsa, u odam yaxshilikni ko'rolmaydi. Ma yo'qni bek yo'q qilib olsa, hozir bisimizni ko'rolmaymiz biz. Allohning bizga qilgan yaxshiligi, mushundaq shifoliq berguchi yemakliklar ko'p bo'lganligi uchun normal ishdek. Manda his qilib qoldik. Amaliyotda buning ko'p bo'lganligi hargiz normal ish emas. Shunga qalbimizni yepib olgan, ko'zimizni yepib olgan ma perdini har vaqt surtib turishimiz kerak. Har narsa bu Allohning bizga avatgan shifoliq dorilar. Bunda qarasak, unda dunyo bir dorixonaga o'xshaydi. Mayli so'kakda bo'lsin, hammasi bir dorining hukmida. Demak, biz bu narsani qaragan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolaning Ash-Shafi ismini ko'rolmaymizmi? Nayt ochiq ko'ralaymiz. Subhanalloh. Alloh taolo haqiqatan Ash-Shafi ekan. Undan boshqa Alloh taolo Qur'on Karim degandek, "Va fi anfusikum." Sizlar o'zinglar qarasanglarmi, Allohni ko'rsatgan oyatlarni ko'ralaysizlar. Afala tubsirun. Sizlar ko'rmamsizlar, qaramamsizlar deydi. Masalan, yuragimiz deb aytsak, yuragimiz kunda 100 ming qatim so'qidi. Nima uchun so'qidi? Qon aylantirish uchun so'qidi. Yilda 40 million qatim, bir hayoti bo'yicha 2 milliard qatim so'qidi yurak. 9 tonna qonni yurak aylantiradi. Agar yurak osti aylantirilsa, ko'p aylantirilsa va yoki aylantirishni to'xtasa, inson hayot kechirmaydi mana. Kim o'zining yuragini o'zi so'qtiradi? Qanday so'qidi yurak? Qanday aylantiradi? Qaysini bilasizlar? Hech qaysimiz bilmaymiz. Hammamizdan bexabar uxlab yotgandimi so'qtiradigan yuragimizni. Yuragimizdagi qonni aylantiradigan bir zot bor. Jigrimizni o'ylab boqaylik. Jigrimiz qandagi ekan tangshaydi, zaharni tozalaydi. Qaronlama zaharni tozalashni jigranglarga xabarimiz yo'q. Kim buni qilayotgani? Shafi bo'lgan Alloh. Demak, va fi anfusikum. O'zinglarda, ya'ni bizdimi Allohni ko'rsatadigan, Allohning kimchiligini ko'rsatadigan oyatlar bor. Shuning uchun biz qo'y kallarda ko'rgan narsaga ishonib, uning inga o'tmay yashsak, ahvolimiz nihoyatda xatar. Allohni ko'rgili bo'lamdi ekan, Allohning har bir sifatini ko'rgili bo'ladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shundaq ne'matlar bilan biz mevchi va birninga banan deb, birninga maymun shaptil deb, birninga olma deb ism qo'yib olgan shundaq dorilar bilan bizga shifoliq berib turadi Alloh taolo bizning jismimizga. Ikkinchi qilib Alloh subhanahu va taolo bizning ruhimizga, ma'naviyatimizga shifoliq berguchi. Eng chong shifoliq qaysi bilamsizlar? Iymon. Eng chong shifo iymon. Nima ishqa desanglar? Chunki bir mo'min degan ko'zi bor, ko'zi bilan ko'radi. Shu ko'z orqali ko'zi ko'rmagan narsani ko'radi. Kofirchi mana olma deydi. Buni yog'ochdan deb sanaydi. Buni Alloh berdi demaydi. Demak, u ko'zi bilan ko'rgan yer to'xtaydi, uning inga o'tmaydi. Demak, uning ko'zi olgan bilan ko'zi ko'rmaydi. Ammo mo'minchi ko'zi va haqiqiy ko'radi ko'zi. Ko'zi ko'rgan emas, uning keyindikini ko'radi. Bu sababdan mo'min degan gap, ya'ni haqiqiy sog'lom, haqiqiy ko'zi va, haqiqiy qulvi va, haqiqiy quloqi va, haqiqiy aqli va degan gap. Shunga kufrlik bir xil kasallik bu. Bu kasallikning shifosi bo'lsa, hidoyat, iymon. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda "Qul huva lillazina amanu huda va shifa." Ey Muhammad aytganki, bu Qur'on Karim hidoyatchi va shifo. Undan boshqa bu Qur'on Karim bizdagi nurg'ulg'an ma'naviy kasalliklarning hammaga shifo. Hasad deymiz, o'ch adovat deymiz, nafrat deymiz, kibr deymiz. Hammasi kasallik mushu. Mushu kasallikka Alloh taolo Qur'on Karim va Qur'on Karimning tafsiri so'g'an hadis orqali insoniyatga shifo. Alloh taolo shunga Allohga ishonmagan kishilarni bayon qilib, "Vallazina la yu'minuna fi adanihim waqru va huwa alayhim ama" deydi. Qaranglar, Allohga ishonmagan kishilar ularning quloqida bir eg'irlik bor deydi. Yaxshi anglamaydi quloqi. Va huwa alayhim ama. Ular hidoyatdan qorg'u deydi. Ko'zi ko'rgan bilan timsoqning izini ko'rsa, timsoqning baliqini his qilolmaydi. Dal shunga o'xshagan Allohning nuri qilgan ishoratlarini ko'rsimi, lekin Allohni ko'rolmaydi. Buni ko'rdigilamda va huwa alayhim ama. Ular ama deydi. Demak, mu'min haqiqiy ko'zi sog'lom, kofir bo'lsa ko'zi ama deydi. Bu sababdan Qur'onmi mana shundaq ma'naviy jihatdan haqiqiy shifo. Ondan boshqa Qur'oni Karimning o'zi jismoniy jihatda va ma'niy jihatda shifo. Qur'onning hammasi. Qur'onning qaysi bir oyatini o'qib o'zimizga yursak bo'ladi. Ammo bunun uchun muhimroq kelganlari bor. Hadislarda kelgan. Masalan, Ayatul Kursi, Sura Fatiha, ikki qo'l, Qul huvallohu ahad. Mana ma surlar ruqiy oyatlari deb ataladi. Kasallab qolgan odam buni o'qib, kasal o'g'ayga yurib sursa, inshaalloh payg'ambarimiz Muhammad ismini hadis kelgani bo'yicha shifolikniki bir vasitasi bo'ladi. Alloh taolo xolisa shifolik beradi. Bundan keyin mana sizlar apelsin deb yeb ketmanglar. Bu Allohning bir dorisi bizga avatgan. Subhanalloh, hammasi Allohning dorisi. Unda bo'lsa, Alloh taolo shafi ekan. Inson nima uchun kasal bo'ladi? Dal shafi bo'lganlik uchun kasal bo'ladi. Insonning kasal bo'lishi Allohning shafi sifatini bizga aynan ko'rsatadi. Agar inson kasal bo'lmasa, Allohning bizga qanday shifolik berayotganligini biz his qilmaymiz. Kasal bo'lgan vaqtimizda doktorxonaga borsak, qon tekshirsak nima deydi? Badaningizga ma'madlar kamlab ketibdi, amadlar eshib ketibdi deydi. Shundaqmi? Endi bunda o'ylab boqaylik. Shu qon tekshirtgan qog'ozni ko'z oldimizga akilaylik. Qon tekshirgan vaqtimizda qarab boqsak, ba'zan moddalar normal, ba'zan moddalar eshib ketgan, ba'zan moddalar tushib ketgan. Bu badanimizdagi moddalarning o'lchimini kim tengshaydi?
Bedenimizdeki moddalarning ba'zining eshib ketganligini ko'rdik shundaqo. Eshib ketmagan vaqtda kim tengshigan? Sizlar bir narsa yesanglar, bedenimga manchalik oqsili, manchalik vitamin B, manchalik vitamin C deb qaysini shunday yeysizlar? Hech qaysini unday yemaymiz. Kelganda yeveramiz. Lekin shu yegan tamoqlardan vitaminlar o'z joyida bedenimizda ehtiyojli yerga boradi. Mana mushuningdimi Alloh subhanahu va taolaning shofi ismi ro'shan namoyon bo'ladi. Demak, biz bu ahvollarni qachon bilalaymiz? Kasal bo'lgan vaqtida bilalaymiz. Bu sababdan kasal dal Alloh subhanahu va taolaning shofi ismini ko'rsatadigan bir oyat. Agar kasallik bo'lmasa, saqliq deganda qanday bilamiz? Kechi bo'lmasa, kunduzlikni bilgulamdi. Agar qorong bo'lmasa, oq deganda qanday bilamiz? Dal shunga o'xshash Alloh taolo bizga bildirib qo'yish uchun, ey bandam, men shifoliq bermasam, badaningdagi mush moddalarni men tutmasam, badaningni mushuni sog'lom qilib tutmasam, sen kasallab qolsa deb ba'zi kasallar orqali yoki boshqalarni bizga ibrat qilish orqali yoki o'zimizga ba'zi kasallarni serish orqali bizga ko'rsatib qo'ydi. Dal bildirish uchun. Biz boshqalarga bir narsa bildirish uchun oq borda oq do'stga xat yozamdik. Yo'q, qor borda oq do'stga xat yozamiz. Dal aksiya. Andan keyin xat bilinadi. Dal shunga o'xshash Allohning shofi ismi kasal bo'lgan mana shu zid ish orqali ro'shan bilinadi. Alhamdulillah. Alloh subhanahu va taolaning bizga ana shundoq o'zimiz bexabar holda bizga shifoliq berganligi, badanimizni biz nurg'un bexud yashaymiz, nurg'un xiyol yurimiz. Hozirning o'zida mening gap qilishim uchun balla badanimda bir sekundda 50 hujayra urishi, 50 hujayra tirishi shart. Agar badanimda shu topda hujayralar ulab tirilib turug'liq hozir shunda ulab tirilmasa yoki badanimdagi hujayralar egizpas bo'lsa, men gap qila olmayman, o'ltira olmayman. Kim mening badanimdagi bu hujayralarni saqlab tutayotgani? Ash-Shafi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo. Har birimiz o'ylansak, biz yomon poatimiz. Vaqtim yo'q deymiz ba'zi ishlarga. Voy men qila olmayman deymiz. Alloh yo'lida ba'zi savobli ishlarga vaqtim yo'q deymiz. Agar Alloh shunda bir kisal solib qo'ysa, nada bizning vaqtimiz? Insonning ba'zi Allohning yo'liga g'ururlik qilishi va yoki Alloh savob beradigan ishlarda o'zini keyniga tortishida inson naqadar haddidan oshgan. Agar Alloh shunda Shafi ismini ko'tarib olsa, biz yotqandan chiqmay yotadigan bir insonmiz. Hozir yuragimizni o'zimizga bersa bizga, ey bandam yuragingni o'zing soqtirib ol desa, kecha uxlaganda balalarni soqtirib turanda yurakni. Uxlay olmaymiz. O'zimiz egama bo'la olmaymiz biz. Bir kunda 70 ming qatim atrofida ko'zimiz yepilib, eshilib turadi. Ko'pincha bilmaysizlar buni. Kim yapadi bu köpükimizni? Kim açıdı? Her bir Allah'ın ilkide. Demek insan kella innel insan la yatqa. İnsanınki ne kadar haddidan aşqalıqını his qila olamiz. Nimişqa? Bütün Allah'ın rahmetide, Allah'ın şifalık bir yaşap durup da Allah anda deptiken, Allah munda deptiken qığım kamidi, etkim kamidi, namaz oqum kamidi, namaz igri keldi, ettigen qoptum kamidi. Estağfirullah. Eğer Allah Taala şundu şifalıqını götürüyorsa biz namazga emas ettigen yerge des yemaymiz. Bazıdan ular mağanmaydigan. Oy nimişqa mağanmadınız sorpaqlan nem deydiken? Ya hozir men şunu dem aldım hozir. Mağanmay turib turay dedim demdiken, putan basmaydigan bo'lib qoldi dedi. Bilmaydi. Putunlar qanda basıdı hozir. Qanda tutuşlar bir narsani. Ben tutuş irada qilaman tutuma. Lekin tutuş uchun qanda hujaylar ketadi. Qanda harakatlar bo'ladi. Xarim yo'q. Allohning Shafi ismi bilan gap qilyapman, mengayotaman, o'ltiryapman, tutyapman. Demak, Allohning Shafi ismininki asri bizda son sanoqsiz. Lekin inson naiti tuzkur. Alloh taolo shu Qur'on Karimda avvala yarawna annahum yuftanuna fi kulli am marratan aw marratayn. Ular yilda bir qatim yoki ikki qatim sinildiganligi qaramamdi. Ya'ni yilda bir qatim imtihon qilamiz. Ba'zimiz kasallar imtihon qilamiz masalan. Mal tafakkur qilmamdimi insonlar? Va nima uchun kasallab qoldim men? Yilning ichida 10 oy, 11 oy saq turib, nima uchun bir oy kasallab qoldim? O'ylamamdi. Nereden geldi ma kasal? Saq turgan vaqtimda qanday saq turdim men deb o'ylamamdi. Summa la yatubun. Tövbemi qilmaydi degan. Men Alloh menga saqlik beribdi ekan. Ajab saq turibdi ekanman. Endi hozir kasal bo'lib qoldim. Xatolik qilmasam bo'pti ekan, gunoh qilmasam bo'pti ekan. Tövbe qilmaydi. Va lahum yadhakkarun. Nasihatni olmaydi. Mushundaq kishilar ular ibrat olmamdi deb Alloh taolo Qur'on Karimda qaydi. Alloh taolo bizga ana shundaq Shafi ismi bilan shifoliq beradi ekan. Ana shundaq o'zimizning xavri yo'q yegan narsalarimizni har xil vitaminlarni bedenimizga ehtiyojli shaklda singdirib, hazm qildirib bizni saq tutib ekan. O'zimizning xavri yo'q jigrimiz xizmatini davom qilyotadi ekan. O'zimizning xavri yo'q börekimiz zahar tozlayotadi ekan. O'zimizning xavri yo'q o'pkimiz oksigenlarni so'mirib, mushundaq bedenimizning sog'lom turishi uchun harakat qilyotadi ekan. Biz qanday qilishimiz kerak? Birinchi qilib qildigan ishimiz alhamdulillah ey Alloh. Alhamdulillah sana cheksiz hamdlar bo'lsin. Mushu Qur'on Karimda Sura Fatihaning birinchi oyati alhamdulillah bütün madihalar sana bo'lsin deydi. Nima uchun? Bütün madihalarni Allohga deymiz. Allohning bizga qilgan yaxshiligi, shafqatni sanab bo'g'ili bo'lmagandan keyin barcha madihalar Allohga bo'lsin. Bir odam bizga shunda suv akab bersa, bir yaxshilik qilsa rahmat deymiz. Bir suv akab bersa yoki bir choy quysa yoki bir yaxshilik qilsa, Allohning yaxshiligi necha million sanoqsiz bo'lgandan keyin bütün madihalar Allohga bo'lsin deb Allohga og'zimizni shukr etishimiz kerak. Qalbimizda Alloh subhanahu va taologa har vaqt minnatdorlikni bildirishimiz kerak. Amaliyatimizda shukr qilishimiz kerak. Amaliyatimizni shukr qilish qanday bo'ladi? Birinchidan Alloh subhanahu va taolo ana shundaq bizga Shafi ismi bilan bedenimizni sog'lom qilgan ekan. Uning qartama bedenimizni Alloh rozi bo'lgan yerda ishlatishimiz kerak. Harom urullarga ishlatmasligimiz kerak. Alloh yo'lda ish qiladigan holatda bedenimizni sarf qilishimiz kerak. Ma hayotdagi o'zimizning majburiyatini unutmasligimiz kerak. Alloh taolo nima uchun saq qildi bizni? Nima uchun kasal qilmadi? Nima uchun shunday hayot tutibdi deb faqat va faqat bandam menga ibodat qilsin, bandam menga shukr qilsin, o'zining ma hayotdagi majburiyatini ado qilsin deb Alloh subhanahu va taolo bizga ma saqlikni ma'ni berdi.
Shuning uchun bizning 3-chi qilib qildigan ishimiz bo'lsa, amaliyatimizda shukr qilish. Oxirida bizning Shofi ismi qarta qildigan ishimiz bo'lsa, Allohning shofiligini, ya'ni Allohning davomli shifolik berguchiligi ekanligini bilib turib, Allohdan shifolik tilash. Chunki Asmaul Husnani o'rganishimizningki bir sabablardan birisi Alloh taolo Qur'on Karimda "Valillahil asmaul husna" Allohning go'zal ismlari bor. Fad'uhu biha. U go'zal ismlar bilan qanday qilinglar? Duo qilinglar deydi. Alloh taolo hammamizga sog'liqni muyassar qilsin Alloh subhanahu va taolo. Allohning bizga mana bu shunday shifolik berganligini his qildigan bir aql ko'zini Alloh subhanahu va taolo bersin. Ana shunday Alloh subhanahu va taolo bizni sog' qilsa, badanimizni shifolik bir sifat bilan shunday kuchli qilsa, bu badanni, bu ko'zni, bu quloqni u Alloh rozi bo'lmaydigan yerga ishlatishni Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Alloh subhanahu va taolo bu sog'liq ne'matiga yetkilini nasib qilsin. Bu sog'liqning ne'matini inson, sog'liqning ne'mati nihoyatda ko'p bo'lg'achqa inson ayrilgan vaqtda his qilgan gap. His qildirish uchun Alloh taolo shunga ba'zi odamni kasal qiladi. Shu asli bizga berilgan bir uchur Allohningki, "Ey bandam, seni ashuna o'xshash kasal qilsam qila oldim, lekin seni sog' qildim, shukr qil" degan Allohningki bir uchuri. Shuning uchun Alloh taolo hammamizni shukr qilguvchi bandalarning qatoridan qilsinki, hargiz o'zining sog'ligiga ishinib ketadigan, akavrlik qiladigan, o'lmaydigandek yashaydigan bunday mutakabbir kishilarning qatoridan qilmasin Alloh taolo. Alloh taolo oxirida butun kasallarimizga shifolik bersin Alloh subhanahu va taolo. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.